Kichiklikda buyukluk nomli kitobning 3-chi qismi Chaqmoq kabi eslohning davomi. Yiqilgan daraxt va hayot. O'rmonlik bilan qoplangan bu mahallaga ko'chib kelgili 16 yil bo'lgan bo'ldi. Yaqinda chiqqan normal chapqinda uyimning oldidagi yo'g'on bir tup daraxtning o'rilib tushganiga qarab ham hayron qoldim, ham o'yga cho'kdim. Bu 16 yil ichida dunyoda hayotda va insonlar orasida nurg'un ishlar yuz berdi. Ularning ko'pinchisi o'ylamagan, kutilmagan ishlar va ma'lum faraz ichidagi ishlar edi. Vaqt o'limdan boshqa hamma nimani o'zgartib mangadi ekan. Kishilar o'zgargani uchun jamiyat o'zgaradi ekan. Vaqt to'shqanlar ketadi ekan. Fursat kelganlar qoladi ekan. Shuncha daraxtlarning orasida mavi yo'g'on daraxtning o'rilib tushishi kallamdan oson o'tmadi. Bugungi oftobli kunda huzur surishni bir yoqqa qayirib qo'yib, uydagilarni bir xo'sh qilib deb parchalanib, so'zilib yotgan daraxt bilan hafilishibdiman. Cho'ng bo'lsa ichidan po'rilib ketgan bu daraxtga palta yoki harakat etilgandek qilmadi. U yer bu yerni tatib bo'g'icha o'shtilib parchalanib osonlik qo'lima chiqdi. Bo'lmasa mening Seyit Nochniningda kuchli alqonlarim yo'q edi. Demak, hayotdagi nurg'un shaylar musha daraxtning taqdiriga duchor bo'ladi ekan. Qaramoqqa mazmut sog'lom ko'ringan birisi kichikgina bir sabab tufayli yiqilib tushdiganda halok bo'ladi ekan. Chunki uning ichi allaqachon kasallarga to'shib oxiratlik tayyor bo'lib qolgan bo'ladi ekan. 2024-yil 28-aprel. Hayotda salqindash kerak. Pishqirim oftobda kishilar soya izlaydi va mayin shamolni orzu qiladi. Maqsad salqindash orqali rohatlanishdir. Kunimizda moddiy dunyoning qiziqarli taraflarining ba'zilarining ichini qizitib yaram qilayotganini his qilish mumkin. Istak bilan reallik o'tirishga farq cho'ngib ketganda bu rohatsizlikni kuchayib boradi. Shuning bilan hayotimizning sifati tuvallaydi. Vaqtning barkati bo'lmaydi. Undaqda qanday qilish kerak? Hayotda salqindashda bilish kerak. Ya'ni dunyoning varang-churonglarga parvosiz qarash, o'zimiz yaxshi qila oladigan ishni yaxshi qilish, qanoatli dastak, amalga oshmaydigan istakni istak qilish, arzimas kishilik aloqani uzish, kitob o'qish, yozish va o'rganish kerak. Odamlarning go'zalligiga emas, tabiatning go'zalligiga maftun bo'lish, o'zini hech kim bilan selishtirmaslik, ko'ngilni yerim qiladigan hikoyalarni tinglamaslik, ko'rmaslik kerak. Bu qiyish emas, mudofialanish. Odamda ma'lum qarashga yoki to'pqa moyil bo'lish xohishi bo'ladi. Bundan saqlanish, mustaqil fikr qilish kerak. Har bir uzluksiz qilinadigan ishning jug'lanma ta'sirining rolining zo'r bo'ladiganligini tushunish kerak. Shundaq, hayotda salqindash kerak. Bu deganlik tamkin bo'lish, quruq xiyoldan qo'l uzish deganlikdir. 2024-yil 1-may. Voz kechishmi jasurlik talab qiladi. Hayotda nurg'un narsalarga talpinib yashaymiz. Bularning biri rohatga intilishdir. Chunki inson tabiati rohatga moyildir. Ammo haddidan ziyoda rohatparastlik odamning hayotini puchaklashtirib o'tadi. Agar siz yugurish musobaqasiga qatnashmoqchi bo'lsangiz, hamma odam uxlayotgan chog'da tatliq tushlaringizdan uyg'onib, issiq yotgandan sug'urilib chiqib, qishning qorliq kunidagi sovuqqa pisand qilmay, o'rningizdan dast turib yugurish maydoniga chiqa olsangiz, sizdan natija chiqadi. Agar siz eglik tilash niyatida bo'lsangiz, iste'molingizni kontrol qilishni bilmasangiz, rasmiy qiladigan pulni yap-chip tugutib eglik tilash emas, o'zingizni tiklay olmaysiz. Shuning bu yerda hashamachilik ilib qilgan vaqtli huzurdan voz kechishni bilishingiz kerak. Ijtimoiy so'rinlarning muvaffaq bo'lishi yaxshi ish. Chunki inson ijtimoiy jonliq bo'lganligi uchun bu so'rinlardan nurg'un foydali narsalarga erishimiz, kayfiyatimiz ko'tariladi va ruhiy sog'lomligimiz yaxshi bo'ladi. Yaxshi kishilar bilan bo'lgan suhbatimiz bizga xo'shallik bag'ishlaydi, aql va umid beradi. Ammo haddidan ziyod so'rindachilik qo'g'lishish vaqtingizni yeydi, zehningizni charchadi, prinsiplaringizdan taydiradi, layg'azallikni yetildiradi. Kallangizni oddiylashtirib o'tadi. Natijada qo'lingizdan ish chiqmaydigan birisiga aylanib qolasiz. Shunga ishlarni muvaffaq qilish, o'z ishiga puxta bo'lish, voz kechadigan rohatlardan voz kechish kerak. Bu xil voz kechish
anlıq tanlashni, keskin harakatni talab qiladi. Bu jasoratli kishilarning qo'lidan keldi albatta. 2024-yili 9-may. Tilak. Atrofingda bema'ni odamlar ko'payib ketganida, ruhing ojiz kishi bo'lsang, senni bema'niga aylanasan. Aql kishi bo'lsang, sukut qilasan. Pokiz kishi bo'lsang, azoblanasan, kasal bo'lasan. Kuchli kishi bo'lsang, bema'nilikni tugutishga tirishsan. Beparvo kishi bo'lsang, uyquni uxlab, chayon ichib, xotiningni yetaversan. Biroq men deyman o'zimga, yaratgan egam bema'ni, lafzi kishilarni menga yaqin yo'latqizmag'ay. 2024-yili 16-may. Eshak va jaran. Eshak bilan jaranning qaysisi insonlar uchun qimmatli deb so'z boshlaydi bir to'g'ri cho'lpini va o'zi bunday javob berdi. Jaran qimmatlik. Bu g'alati emasmi? Siz insonlar uchun ne kadar xizmat qilsangiz, ne kadar ishga yarasangiz, ularga ne kadar foydangiz tegsa, shu qadar qimmatingiz tushadi. İnsanlardan qancha yiroq tursangiz, xizmat qilmasangiz, shuncha qimmatli bo'lasiz. Eshak asrlardan beri insonlarga xizmat qilib, ularni ko'tiribmi? Yukini to'shibmi? Tayoq yegan hayvon. Onun gözleri güzel ama hiç kim birisinin gözüne eşeknin gözüne okşatmaydı. Belki sahip cemallarının gözüne insanlardan yirak durgan jaranning gözüne okşatıp jaran gözlük güzel deyiş bayram qilishidi. Men aytdim, siz o'ylang deb so'zni oxirlashtirdi bu to'g'ri cho'lpani. Onun bu so'zni hikmatli bilib boshlanishtirayotgan kurmun qo'llovchilar borligi aniq. Keyningdan agishib ma'lgan cho'jildiring bo'lmasa, Mikiyan to'g'ri cho'lpani Van Hong internet star bulalaytdingmi? Biroq anlaganning hammasini tasdiqlash, ko'rganning hammasiga olqish yangratish yoki hammani ko'rish ortiqcha, behuda, hatto ahmoqlik. İnsanlar rastla jaranni qadrlamdi. Qadrligidan tutib yavatidi. Şunu onun sani az, o'zini qo'g'dash, yashashligi uni yiroq tog'larda, o'rmonlarda yashashga majbur qilgan. Eshak rastla qadrsizmi? İnsanlarning ularni xo'rlaydigan ras, ammo uni o'ydi boqadi, halab silib berdi, oshning suyini berdi, uning qaraydi, hamda kunda uning bilan hapilishdi. Bumi uzun tarixiy jarayonda shakllangan odat. Demakchimanki, anlagan narsani azroq kalla ishlatib anglayli, qar qo'yib kalla gilding ishlatmayli, bo'lmasa gilding bosh deb nom ep qoldigan ish chiqadi. 2024-yili 22-may. Boshqalarni kun ko'rsin. O'tgan yili İspaniyaning Madrid shahriga sayohatga borganimizda tushgan mehmonxonaning yindili bir cho'ng do'konlar markazlashgan bozor bor ekan. Bir kuni tushga yaqin shu yerga kirib chiqayli deb kirish eg'izdan qadam ilishimiz bilan bir yosh qiz oldimizga keldi. Uning qo'lida bodulkaliq suyuqlik bor edi. U ko'zoynagingizni etib bersam bo'lam deb pandim dedi. Bo'ladi deb uning ko'zoynagimni sundim. U bodulkadagi suyuqlikni chechib ko'zoynagimni pakiz qilibdi va bu mahsulotni ispan tili ohang aralashgan ingliz tilida maqtab so'zlab ketdi. Qarsam u kuni bu qiz texi mal satmagandek turardi. Shuning bilan ularning puliga 30, bizning puliga 40 dollarga kelib to'xtaydigan bu mahsulotni ep qo'ydim. Ayolim, "Ajab ep ketding-a, bizning yadim bor edi bu" dedi. Bu yosh tex savdo qilmabdi. Xo'sh bo'p qolsin dedim. Dadammi biz kichik chaqda bovay mo'maylar, kichik bolalar sotgan narsani ep qo'yapti deb qo'shdim men. Demismi, dadam ularning narsini olganda qancha baho qo'yib talashmay shunchini beradi. Bir qitim so'rganing qizi bo'lgan onamning dadamga bozorda so'ralishib olgan gap deganida dadamning "Uni bilmayman emas, yaxshi bilman, ammo bularni kun ko'rsin" dedim degan esimda. Menmi amal ba shu anamning varisi bo'lishga tirishib keldim. Shundaq boshqalarni kun ko'rsin. 2024-yili 25-may. Qaytarilgan suluv xalta va onaning xati. Mahallimizga har haftaning oxirida bozorlik hukumatning axlat yig'ish mashinasi kelib, uylardan chiqqan axlatlarni elib ketadi. Bu sahar soat 7 bilan uyg'onib, tunugun axlat xaltikini maydonga achib qo'ymaganim esimga keldi-da, hapla kiyinib sirtqa yurdim. Arkishi degan talaning ishini qildi-da, say ma'qullik emas bu. Qarsam ayolim tunugun uy yig'ishtirdim deb xeyli narsani tashlab xaltalarni to'shqizib ularni xaltaga qachlab o'tib ko'zim bir sulyo xaltaning yeniga chiroyli yozilgan munoxat tushib qoldi. Qizim, buning ichidagini tashlab o'tmang, saqib qolsam yurt qilib ketaman.
Xaltaning ishiga qarasam bir xatdak narsa turdi. Xatni buningdan 12 yil burun qazo qilib ketgan rahmatli qaynopam yozgan edi. Shuning bilan bu sulyav xaltani tortib olib uyga kirdim va 2 soat o'tgandan keyin atganlik nashta vaqtida ayolimni ko'rsatdim. Ko'zoynakda qilmay buning taz diqqat qilmabdiman dedi u ko'ziga yosh ilib va xaltdagi xatni ko'ziga surtkidak bo'lib ketdi. Odatda u kona deb qaragan narsaning hammani tashlaydi, meningdan boshqa. Ammo bu qitim apsning xati yozilgan xaltini avaylab boshqa uyga ilib kirib ketdi. 2024-yil 2-iyun. Yaxshi gap oshqa, ittik eg'iz boshqa. İşxanam bar binoga chiqish uchun xizmat kinishkimizni surib chiqadigan tuzumning yo'l qo'yilganiga bir necha yil bo'ldi. Binoning birinchi qavatida 2 xizmatchi navbatchilik turdi. Bu jarayonda men bir necha qitim xizmat kinishkamni unutib qoldim. Eng oxirgisiga texi bir necha oy bo'ldi. Bundaq chaqda navbatchi xodim qo'limizga bir kunlik yo'l xati chiqarib berdi. Bu qitim Pamela ismli bir ayol, ya'ni yangi xizmat tushgan bo'lsa kerak. Barliq uchurlarini so'rab tekshirib bo'lgandan keyin qo'limga yo'l xati chiqarib bergan edi. Shuningdan keyin har qitim idoramga ish kelganda ismini chaqirib salom berdi. Men "Voy Pamela, yaxshimisiz?" deb qo'yib o'tib ketaman. Chunki boshqalarga yaxshi muomala qilishning foydasi borligini men yaxshi tushunaman. Bugun ishga kelsam, Pamela navbatchi ekan. O meni ko'rib uni ko'rib men, "Yaxshi turdingizmi Pamela? Sirti quyosh bu yerda, siz yana bir quyoshda o'ldirib ketibsiz" deb o'tib ketibsam, o kulib ketib ismini chaqirdi. Keynimga qarsam, bir yashikni ko'rsatib, "Buni girdi ba, sana sizga birini beraymi" deydi. Men yemisam yenimga xizmat ishim ya degan niyatda ma'qul dedim. Qarasam girdiga meva ichilar qo'shilgan bir mo'j yemeklik ekan. Buni kim berdi desam, bu yerdan balları saqayib chiqib ketgan, birlari sovg'at qilibdi deydi. Sovg'at qilib avatibdi deydi. Demak, minnatdorlikni ifodalashning usullari har xil bo'ladi. Shundaqla yaxshi muomala va yaxshi gap rizqini kang qiladi. Men Pamelaga salom qilmagan bo'lsam, buni narsalar turibdi menga. 2024-yil 4-iyun. Yaponiya va Koreya. Yoshlik chaqlarimda berish nasib bo'lmagan bu ellarga berib keldim. Qo'shni davlatlar bo'lsa-mi, ijtimoiy tuzumlari o'xshabroq qolsa-mi, ammo xalqning chiroy shaklida, yashash usulida xeyli farq borligini yuzaki his qildim. Iqtisodiy taraqqiyot jihati Yaponiya turg'un holatga o'tgandek, nopostga qayrilishish o'z ta'sirini ko'rsatgan. Koreyada yoshlarni ko'p uchratdim. Yaponiya to'limi qoida yasoqlari ko'p davlat bo'lib, bizdek qo'yni kang yadin kelganlarning ichini siqib qo'ydi. O'g'lim mundaq menglar deb to'magan bo'lsa, bir necha Yoko xinim bilan Tanaka taylog'ini soqib qo'yatdik. Yaponiyada saxta tovar yo'q. Do'konlarning mulozimatchilarining odamga egilib ta'zim qilishlari odamni o'ng'aysizlantirib qo'ydi. Ammo 2 hafta jarayonida uni oz pul o'rganib soldim desa, haq ta'zim bilan hurmat qilsa, sen ta'zim bilan hurmat etdirsan-da. Yog'ochda qetib turib olg'i bo'lmas. Tokioning hamma yeridagidek oshxona, restoran ko'p ekan. Ko'chada axlat tashlaydigan tun ko'rgil bo'lmaydi ekan. Umuman aytganda hamma nima bak kichik ekan. Uy, mashina, yo'l, yeydigan narsa va hatto odamlarmi kichik. Odamlarning tashqi qiyofati bir chaqlarda Xitoydagi hamma odam o'xshash Jongshanfu kiygandek bir xillik bor bo'lib, ish qilib qamlashgan odamlar bizninkilar o'xshaydi deb qag'idaklar. Yaponliklarga qaraganda Koreyaliklarning ayollari umuman egizroq, chiroyliroq ham semizroq ekan. Koreyaning ko'chalarida qo'llarini tutishib, erkin parang qilishib ketishayotgan qiz o'g'illarni ko'p ko'rdim. Ularning turmushini qizg'in, qaydam tashqinlik to'lgan va erkin his qildim. Ularning yo'llarimi keng, ayirvagan boshlarimi cho'ng ekan. Birisining deyishicha, ularda hasham qilish xohishi ig'ir ekan. Demak, Koreyada o'sin tijarash kasbining taraqqiy qilishimi sababsiz emas ekan. Yaponda ko'mgan ishlardan biri Koreyada ko'chalarda yaymonchilar ko'p ekan, narsalarni tolishib olg'il bo'lar ekan. Bir chamdanni so'rasak 180 ming won deydi. 140 mingga ber desam 160 mingga ol deydi. Ammadim. Ketdim mingdim desam, ha bo'ldi ol dedi. Shuning bilan kamsamidayo deb qo'yib oldim. Koreyliklar bir-biri bilan paranglashganda so'zning oxiriga yo ulanmasini qo'shib qo'ydi ekan. Ya'ni kamsamidayo, rahmat. Tuahmidayo, yaxshi ko'rdim. Koreyada 2 bozor parallel mavjud ekan. Ya'ni dunyoga dangliq markali tovarlarning bozori va Itwon degan yangi markazlashgan saxtamonlar bozori. Biz bag'anda har ikki yana Osiyodagi boshqa davlatdan kelgan sayohatchilar qaplab ketibdi. Sayohatchilarning paranglari qulqima kirib turdi. Washington hol yamansa
deydi biri 20 ga kirmagan Xitoy qizchaq savdo saroyining liftidan tushib o'tib. Umuman aytganda, Yaponiyada kishilar qoida saqlagan amal qilib, ehtiyot bilan yashaydi ekan. Bexatar ekan, saqtliq yo'q, ishonch asosiga jamiyat ekan. Koreyada kishilar ko'p erkin yashaydi ekan, ammo varan-churan ekan. Koreyada Mo'ng'ul ko'chisi bor ekan. O'zbeklar har ikki mamlakatda ko'paygil turgandek his qildik. Ularning bo'g'ini bizning yemak-ichmak ishlarimizni qulaylik qilib keldi. To'nliq yaqqan samsini yedik. Ish qilib bir qitim berib ko'rib kelsa bo'g'idek yerlar ekan. Ammo odam uchun yashashga eng yaxshisi o'zi tug'ilib cho'ng bo'lgan yer. U imkoniyat bo'lmasa, o'zining uyi bo'lgan, ajrga tushlik mehnati bor yer ekan. 2024-yil 12-iyul. Yo'qotadiganlar va yo'qolmaydiganlar. Hamma odam yo'qotib qo'ymaydi o'zini. Yo'qotadiganlar yo'qotadi asalli o'zini. Sukutda sagak yashaydi ba'zilar, shular tetaydi hayotning qantini. Ko'zi alas bo'lmaydi rangi qarab, besh qaymaydi ismi sharab. Davr surgan cho'lponlar bir chaqda, qarasang hala uning bakli xarab. Ko'ngilni kang tutmoq lozim har zamon. Nacharliqlarga bo'lmay bak bearam. Yaxshi ko'chidi, yomon o'chidi dunyodan, muhimi bilmak yashashni xiraman. Hamma odam chiqmaydi o'yindagidek, oltin bilgining chiqidi ba'zi nijosatdak. Hayot bu, inson shundoq ranjima hech kimdan, yaxshilik bilan ozodi yasha rivoyatdagidek. 10 yil vaqt bar har ishqa 10 yil. Beg'i bog' bo'ludi, teg'i ham bo'ludi tog'. Biroq sog'lom bo'l, yaxshini qo'g'lishi va tikkan bir tal gulingdan hosil bo'ludi bog'. 2024-yil 12-iyun. Dünya sen bo'lganing uchun go'zal manga. World is beautiful because of you. Tokyodagi kunlarimizdan bir kuni saharda mehmonxonaning kutish zalidagi telefonimga tok qachilg'ach, yozayotgan kitobimga material tayyorlash uchun dunyodagi mashhur iqtisodshunoslar haqida kitobni o'qib o'tib, oldimda o'tirgan osiyolik buvayning aminidan dollar chiqarib o'g'liga berayotganiga ko'zim tushib qoldi. Sizmi o'g'lingizga pul beradigansiz-da, menmi xizmatchiga o'g'limga pul beraman dedim men kulib. Samimilik bilan aytilgan so'zga, insoniy shaklda aytilgan so'zga normal inson do'stona inkas qaytirdi albatta. Shundaq dedi buvay gapning javoban va haminidan yana bir necha yuz dollarlik pulni ilib o'g'liga berdi va uning dedi: World is beautiful because of you. Dünya sen bo'lg'achqa go'zal manga. Oddiy ammo go'zal jumla. Bu so'zni anglab ko'nglim erib qoldi. Demak, dunyodagi yaxshi dadlarning hammasi mehribon, ballarning xo'shalligini oldin qo'ringa qo'ydi. Bu buvay osiyolik pushtidan bo'lgan amerikalik bo'lib, Kaliforniyadan kelgan ekan. O'g'li 40 yoshlarda bo'lib, o'g'il nevrisi 10 yoshlardagi aqtanlik bilan osiyolikning pushti edi. Buvayning o'g'li dadasiga rahmat aytib pulini yeniga selayotganda, buvay menga shundoq dedi: "Men yashinib qoldim. Topqinimning hammasi shu o'g'lim uchun. Pensionerman. Ko'p pulning keragi yo'q." Men qoyinlik nazarimda buvayga boshlang'itdim. O kishi bir xil do'stonlik bilan o'rnidan turdi va ularning hammasi menga xo'sh deb mehmonxonadan chiqib ketishdi. Chunki ularni olg'ili taksi kelgan edi. 2024-yil 13-iyul.